Demak, bugun razmerlar haqida qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. AutoCADdan o'ta farqli joyi yo'q. Faqat delete komandasini berganimizda bizda demak birinchi farqi bu razmer подсвечивать qiladi, ya'ni qo'ymasdan oldin razmer qo'yish imkoniyati bor bizda. Ikkinchidan, razmer qo'yganimizda ham doimo mana shu perpendikulyar bo'yicha razmer olinmaydi. Ya'ni default bo'yicha sozlanganda bu narsa faqat qiyshiq, ya'ni burchak ostida razmer oladi. Shuning uchun ko'pincha ishlatiladigan razmer turlari bu dimlinerda gorizontal va vertikal razmerlar. Buni oladigan bo'lsak, agar bizda ham gorizontal ham vertikal o'q bo'yicha ishlayveradi. Farq shunda. Shu joyda yana bitta kichkinagina kamchiligini aytib ketaman. NanoCADda kalkulyator nimagadir ishlamaydi. Ba'zi bir sozlamalarning ichidan cheris boshqa komandalar kirsa ba'zi joylarda ishlaydi, lekin aynan komanda panelida kalkulyator nimagadir ishlamaydi. List komandasi ham xuddi shunga o'xshab, ya'ni AutoCADda biz ko'pincha xonani ploshidini ko'rish uchun polyline chizib nima ko'radigan bo'lsak, bu yoqda sal shu list bilan ishlash ham o'ziga yarasha moslash talab qiladi. Albatta buni oynasini alohida chiqarib olsa bo'ladi. F knopkali paneldan bosib, shu kamchilik. Qolgan taraflari bo'yicha demak o'lchovlar bir xil. Agar sozlamalarga kiradigan bo'lsak, o'lchov sozlamashlarini paneli ham AutoCADniki bilan bir xil. Bu yoqdagi sozlamalar ham AutoCADniki bilan bir xil. Deyarli umuman o'zgargan joylari yo'q. Faqatgina mana bu oknoda ba'zida mana bunaqa betartibliklar bo'lib ketadi. Ya'ni faktiski nastroykalarni ko'rsatmaydi NanoCADda. Bu ba'zi bir razmerlar bilan qolgan joylarda demak bizda tupa-tukkina bu bilan SPDSga nastroyka qilingan, SPDS ham o'rnatilgan mana shu sababdan bular nastroyka qilingan. O'zingizga beriladigan bo'lsanglar, mana bunaqa bir ko'rkamsizliklar bo'lib qolishi mumkin. Razmer nastroyka bo'yicha. Umuman AutoCAD nastroykalarini bilsanglar, razmer bo'yicha deyarli qiyinchilik uchramaysizlar. Bu demak razmer bo'yicha dimensions bo'yicha darsligimiz edi. E'tiboringiz uchun rahmat.